Buyrakning pastki qismida juda katta o'sma. Kattaligi yana bitta buyrakning razmeridan sal kattaroq. Operatsiya hammasi muvaffaqiyatli bo'ldi. Bitta katta arteriya, ikkita vena klipirit qilib, hozir buyrak olib tashladik. Makropreparatni ko'rasizlar. Onkologiyaning kattaligini. Rahmat. Mana buyragimiz, ko'rib turibsizlar. Olib chiqqanda hech qanaqa yirtilishlar yo'q edi. Mana buyrak kattaligini hisoblasak agar, mana bu yog'i o'sma, mana. Endi buni qanchalik o'smani yurak to'qimasini shikastlaganini sekin ochib ko'rib bilamiz. Sababi ko'rib turibsizlar, bu o'sma.